Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib xushxabari sizlar bilan bo'lishmasam bo'lmaydi. Okay, assalomu alaykum. Ishlayapsizmi? Vodiyda hozirda Lada avtosalonlari umuman ish faoliyatini yurgazmayotgan do'stlar, ko'rayotganingdek, Lada avtosaloni yangi ochilgani munosabati bilan do'stlar, Niva Legenda avtomobillarimiz, qolaversa Niva Travel avtomobillarini hammasini okalarimiz olib kelib qo'yishdi. Olib kelib, mana endi bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Ushbu Niva avtomobilimiz tashqi ko'rinish jihatdan ko'pchilikni o'zi qiziqtirib tashlagan mashina. O'zingizlar bilasizlar, Niva avtomobillarini 4 ta bolani tortadigan eng arzon avtomobillardan biri. Ladani ichida, okay, meni nomim bekorga berilmaganda, legend ma'nosi yo'l tanlamasi avtomobil. Yo'l tanlamaydi, okay. Akalar, xullas, Namangan Lada avtosalonidan sizlarga Niva avtomobillarini bir qator ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Ko'pchilik rassrochka so'raydi, avtokredit so'raydi, leasing so'raydi. Hammasini hozir akamizdan ma'lumotlarni batafsil olib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bir boshdan boshlayveramiz, boshlayveramiz, okay. Xo'p, yillari 25 bo'lib keldimi? Albatta, yillari 25, okay. 2025-yil. Hozir bu haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Ushbu Lada avtomobillarimizni birinchilardan bo'lib Namanganda, Lada Namangan va bizdan boshqa filiallarimizga tarqaydi. Bizdan. Endi ko'rishingiz mumkin, endi hammasidan olib kelib qo'yganmiz. Lada Legenda, Travel, ko'pchilik so'rashdi, mana Travelni ham olib keldik. Hozir bu 4 yillik, ha? 4 yillik, keyin restyling yangilangani. Okay, ya'ni konditsioner, ani oynani tushirish, ko'tarishlari hammasi elektronniy, misol uchun. Yangilangan holatdagi. Bu akalar 2025-yil restyling bo'lgan variantlari. Bunisi Niva Legend do'stlar, ko'rayotganingdek, polni pivot 2 ta eshikligi. Hammasini narxini sizlarga batafsil bir boshdan tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Okay, bir boshdan boshlayverdik, a? Boshlayverdik. Okay, bu mashinamizda bunisidan boshlaylik, okay? Bunisidan. Okay, ko'pchilik qiziqqan mashina bu. Ani bilsangiz, chetda rosa ko'p prodajasiga ega bo'lgan mashinamiz. Niva Travel mashinamiz bo'ladi. 4 ta eshiklik, salonlari ham keng, polni привод bo'ladi, okay? 4 ta bolani tortadigan konditsioner, abagrev, hamma narsasi bor bu mashinada. Hozir abagrevlargacha bor, sidinasi. Monitorlari. Sidinlargacha qizitadi. Restyling bo'lib ketdi-da. Restyling, okay, oldingisidan emas, bu sal boshqacharoq. Restyling yangilanib kelgan, okay? Zo'r. Kapotini ham ochib qo'ying, okay? Xo'p, o'rnaklari ham akalar polnisda elektronika bo'lib kelgan. Salonlari ham anchagina o'zgaribdi. Airbag hamma yo'llarigacha bor. Mana bu narsaga e'tibor beringlar. Shofirni, okay, o'rtoqlar ketayotganda ko'pincha talashib qolishadi-da. Shofir o'ziga zo'r, okay, qulaylik qilib zo'r qilib chiqarib qo'yishdi mashinani. Xo'p, orqa o'rindiqlarni ham mana ko'ramiz. Okay, hozir rosa sezonda hozir bularni. Hozir rosa ko'pchilik ani travel xizmatini ham yo'lga solishdi-ku, turist xizmatlarini. Tog'larga chiqarishga misol yo'q edi-da, okay, hozir O'zbekistonda yo'q, haqiqiy misol uchun mana shu Lada ofitsialniy salonlari yo'q, okay, mana endi biz olib kelib qo'ydik. Yangi 0, yurmagan mashinalar. Kelib bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Motorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Injektor motor, Injektor motor, Ana sizlarga akalar. Rasxodi 8-10 ta bo'lish kerak. Где-то 8 ta deydi, okay, jam 10 taga bormaydi rasxod. 10 taga bormaydi. Chunki yangilangan rasxod kamroq. Okay, keyin ko'pchilik qiziqqan shu 2 ta eshiklik, shaxsan men o'zimni ham shunday o'zi qiziqishim dahshat bu mashinaga. 2 ta eshiklik Niva Legenda mashinamiz bo'ladi. Qarang, okay, buni qorasi ham bormi? Bor, okay, qorasi ham bor. Qorasi ham bor. Qorasi ham bor. So'raganlarga qorasi ham bor, okay. Qorasini ham akalar olib kelib berishadi. Hozir oqini terib qo'ydik, tashqariga qorasi skladda bor, okay, muammo yo'q. Yillari 2025 hammasi. 2025 hammasi, okay. 2025-yil. Qiziqib so'raganlarga bemalol kelishaveradi. Okay, 0 probeg, mashina yurmagan. Bez probeg. Diskalari ham boshqacha bo'ladi. Okay, restyling bo'lganligi sababdan. Okay, bu o'sha tog'-bog'. Okay. Hech narsa o'ynamaydi-da. Mana salonlari. Xo'p, sidinalari isitadi. Qo'lim yetmadi, okay. Ochib qo'yasiz. O'zimiz eski mashinadan. Ochib qo'yaman, aka, mana. Okay, yo'lni tanlamaydi. Nivani bilasiz. Ixchamligi bo'yicha ham, mana yo'l tanlamas bo'yicha ham mashinamiz zo'r. 4 ta bolani tortadi. Misol, bu yerda oyna tushirib ko'tarishlari elektroniy, okay. 4 ta bolani tortishi, abagrevlari bor, konditsionerlari bor. Yangilanganda konditsionerlargacha bor, okay. Rol keyin rol oldingi Nivalarda rol og'ir bo'lardi, okay. Chunki
Hozir men unda o'zi bilmadim, lekin men haydab ko'rdim, aka oldingizdan farq qiladi. Anchagina Gidravlikadan ham yumshoq. Chunki men gidravlika solishtirib ko'rdim. Gidravlikadan ham yumshoq. Endi u qanaqa bo'ladi deb tushunmadim. Gidravlika bo'lib chiqmaganmi aka? Yo'q, elektronik emas ekan, lekin. Elektronik emas, lekin yumshoq, aka. Gidravlikadan ham yumshoq ekan. Xohlashsa ikkita balonda yurishadi, qo'shib olib, xohlashsa to'rtta yurishadi. Keyin ani mashinani test drive qilsa ham bo'ladi, kelib bemalol mashina haydab ko'rsalar bo'ladi, aka. Ana shundoq, akalar bemalol avtomobilni haydab, yo'qsa olib chiqib kelsanglar bo'laveradi. O'sha 1.7 injektor motor bo'lish kerak, akalar, bular ko'rayotganingdek. Lekin motor pator, aka, bular uncha-munchaga yo'q, aka, ish ko'rsatadigan mashina emas, aka, bular. Rossiyskiy mashina-ku, Rossiyskiy mashina, baribir, aka. Bilasiz-ku, rossiyskiy mashinani o'zi qanaqa baquvvat bo'lishini. Zo'r. Xo'p, akalar, avtosalonda buni hamma zapchastlari bor. Umuman zapchast, papsas, umuman muammosi yo'q. Ranglari bor, istalgan turda do'stlar olib chiqib kelsanglar bo'ladi. Aka, puliga keladigan bo'lsa, ko'pchilik qiziqtirgan. Akalar, bu misol uchun o'zimiz olib kelganimiz uchun Niva mashinalarni summasi kuniga har xil o'zgaryapti mashina tan narxi. O'shaning uchun avtosalonga kelini, avtosalon kelganingizda o'sha kunga narx bo'yicha xudo xolasa chiqazib beramiz. Muammo yo'q. Bosh to'lovga kamroq to'lovim deysa ham hal qilib beramiz. Umuman muammosi yo'q, aka. Kamroq to'lov bilan. Akalar, 100 marta gapirgandan ko'ra, bir marta Lada avtosaloniga kelib, narx-navolarni bilib, rassrochka, avtokredit, hammasini ma'lumotlarni hammasi bor, aka. Muammo yo'q. Xudo xolasa bitirib beramiz, aka. Bo'ldi. Aka, orientirni tushuntirib o'tib ketamizmi? Orientir Namangan shahar, Yangi bozor, Promzonani yo'lida. Xo'p, akalar, mana bu Yangi bozor. Agar kartadan qidiradigan bo'lsa, Namangan shahar Kosonsoy ko'chasi 1-uy bo'ladi, ya'ni kartada. Agar orientir bo'yicha Namangan kirib kelib, shuna Yangi bozor deysa, o'zi ko'rsatib qo'yishadi. Yangi bozor, Namangan shahar, Yangi bozor, Promzonani yo'lida. Shuna bu tomonda So'lim oshxonasi bor. So'lim oshxonasi chap qo'lingizda keladi. So'lim oshxonasiga yetmasingizdan, akalar, Cherry avtosalonining yonida bemalol kelib, akalar, narx-navolarni, batafsil ma'lumotlarni olib chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Plus sovg'alari ham bo'ladi, aka. Siz tomonidan kelishga obunachilik, xudo xolasa. Inshaalloh, aka, sovg'alar bilan, bonuslar bilan xudo xolasa zo'r qilib chiqazib beramiz. Ko'pchilik qidirib yurgan bu mashinalarni, chunki hozir sezonda rosa ko'pchilikka kerak. Toqqa chiqqani, aka, bilasiz, boshqa mashinalar chiqa olmaydi. Kelishsin bemalol hamma mashina bor, aka. Biznes qiluvchi akalar uchun ham alohida takliflar bor. Misol uchun kelishda yaqinda bitta aka 10 ta olib ketdilar-da. O'sha bizneslari bor ekan qanaqadir. Kelishsa ularga ham xudo xolasa sharoit qilib beramiz, aka. Muammo yo'q. Ularga yo'lida qilib, aka. Aka, ularga zo'r qilib chiqarib beramiz. Kelib, akalar, bemalol savdo qilib olib chiqib kelsanglar bo'ladi. Barchanglarni Namangan Lada avtosalonida kutib qolamiz, do'stlar. Pastda nomer qoldiramiz. Bog'laninglar, to'liq ma'lumotlarni yanada berishadi sizlarga.